Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 24-aprel kuni birinchi chorak yakunlari tahlili va yil yakuniga qadar ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha aniq yo'nalishlar belgilab berildi. Dasturimizni ushbu topshiriqlar ijrosi bo'yicha Xorazm viloyatining Gurlan tumanida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. Video selektor yig'ilishida hududlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlash, oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, aholi bandligini oshirish hamda inflyatsiya darajasini nazorat qilish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berildi. Ayniqsa, har bir hududning ichki imkoniyatlaridan samarali foydalanish, driver loyihalarini ko'paytirish va mahalliy ishlab chiqarishni kengaytirish asosiy yo'nalish sifatida qayd etildi. Bu vazifalardan kelib chiqib, Gurlan tumanida ham iqtisodiy islohotlar yangi bosqichda davom ettirilmoqda. Hurmatli Prezidentimizning 2026-yil 5-fevraldagi 49 sonli qaroriga asosan tumanimiz og'ir toifasiga kiritildi. Natijada 60 milliard so'm pul mablag'i ajratildi. Bundan tashqari 10 ta mahallamizga 3 milliarddan 30 milliard so'm mablag' ajratildi va yangi O'zbekiston qiyofasidagi 2 ta mahallamizga 10 milliard so'm mablag' ajratildi. Tuman bo'yicha jami 100 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu mablag'lar hisobiga tumanda 45 kilometr yo'llar asfaltlanadi, 24 kilometr piyoda yo'lakchalar tashkil qilinadi, 14 kilometr elektr tarmoqlari yangilanadi. Davlatimiz rahbari tomonidan yig'ilishda investitsiya va eksportni oshirish bo'yicha vazifalar belgilab berdilar. Bu yilning o'zida 105 million dollarlik investitsiya va 49 million dollarlik eksport hajmini so'zsiz bajaramiz va bu bo'yicha aniq hisob-kitoblarimiz, loyihalarimiz mavjud. Ajratilgan mablag'lar evaziga va rejalashtirilgan loyihalarimizni ishga tushirgan holda ishsizlik va kambag'allikni kamida 2 barobarga tushiramiz. Davlatimiz rahbari birinchi navbatda oziq-ovqat xavfsizligi va inflyatsiya darajasini oshirmaslik bo'yicha qat'iy ta'kidlab o'tdilar va bu bo'yicha topshiriqlar berdilar. Tumanda aholining kartoshkaga bo'lgan talabini qondirish maqsadida 1000 gektar maydonda kartoshka maydonlari ekildi. Aholiga arzon go'sht yetkazib berish maqsadida loyihalar tashkil qilganmiz. 1100 ta naslli chorva mollarini yil yakunigacha olib kelishni rejalashtirganmiz. Davlatimiz rahbari tomonidan video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlarni bajarilishini so'zsiz ta'minlaymiz. Tumanda mahallabay ishlash tizimi asosida har bir hududning salohiyatidan kelib chiqib ixtisoslashtirish ishlari olib borilmoqda. Masalan, Ma'rifat mahallasi mebelchilik yo'nalishiga ixtisoslashtirilgan. Avvaldan bo'sh turgan 1 gektardan ziyod maydonda zamonaviy mebel sexi tashkil etildi. Bugun bu yerda import o'rni bosuvchi mahsulot ishlab chiqarilib, mahalliy bozorga yetkazib berilmoqda. Eng muhimi, 25 nafar hunarli yoshlar doimiy ish bilan ta'minlandi. Biz quyosh panellarida foydali jihatini bilib, quyosh panellar o'rnatganmiz. Hozirgi kunda korxonamizning 1 soatlik sarfi elektr energiya 50 kilovat bo'lsa, 250 kilovat quyosh paneli o'rnatib qo'yganmiz hozir bizlar. 250 kilovatlik soatiga quyosh panel to'q ishlab chiqaradi. Ham o'zimizning elektr energiya talabimizni qoplab turibdi, ham undan ortiqchasini sotib daromad ham qilib turibmiz. Obod mahallasida amalga oshirilayotgan sanoat loyihasi ham tuman iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega. Qiymati 2,3 milliard so'm bo'lgan ushbu loyiha doirasida eski suv ta'minoti inshoot o'rnida yangi sanoat hududi tashkil qilinmoqda. 1 gektar maydonda joylashgan mazkur hududda 4 ta yangi korxona tashkil etilib, yana 4 ta korxona faoliyati kengaytiriladi. Bu yerda asosan plastik suv idishlari va oziq-ovqat mahsulotlari uchun qadoqlash vositalari ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Gurlan tumanida ham investitsion muhit jozibadorligi oshib bormoqda va yildan-yilga katta-kichik korxonalar faoliyati yo'lga qo'yilyapti. E'tiborli tomoni, mana shunday mahsulot bizga import qilinar edi. Endi esa mahalliylashtirish hisobiga mana shu turdagi mahsulot o'zimizda ishlab chiqarila boshlanyapti. E'tiborli tomoni, hattoki tannarxda ham afzalliklar, qulayliklar bor. Suvlarimiz sho'r, ancha qattiq. Biz 12 ta, 8 ta, 7 ta bosqichli filtrlardan o'tkazgan holatda ichiga tayyor suvni quyib odamlarimizga yetkazib beryapmiz. Aynan mana shu dala maydonlarida kuzatishingiz mumkin, farmatsevtika sanoati uchun juda ham muhim bo'lgan tabiiy giyohlar yetishtirilmoqda. Bu tuman iqtisodiyoti, tuman aholisi uchun qanchalik manfaatli bo'ladi mana shu faoliyat yo'lga qo'yilishi? Dorivor moychechak dalasida turibmiz. Umumiy hisobda 5 turdagi dorivor o'simlik yetishtiramiz. Rastaropsha, kalenduli, moychechak, bundan tashqari ayirbolotniy o'simligimiz bor, namatak, qalampir yalpiz o'simligini yetishtiramiz. Davlat tomonidan ajratib berilgan 5 gektar yerda o'sha dorivor o'simliklarni yetishtiramiz. Oldinlari hozirgacha yetishtirgan mahsulotimizni qayta ishlaydigan quvvatimiz kichikroq bo'lgani uchun sotardik. Xomashyo holatda hozir shu 5 gektar maydondagi xomashyo o'zimizga yetmayapti. Qayta ishlagan holda qo'shimcha qiymat bilan sotishga muvaffaq
bo'lyapmiz. Gurlan tumanida investitsiyaviy muhitni yaxshilash, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish va tashqi bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Mana bu yil yana bir yangi sortlarni ekishda o'zlarimizda sinab ko'rdik. Pin parvati ekdik. Rossiyaga eksport qilib, bir kista 2,5 2 kilo 800 kelyapti. O'sha haqiqatan bir 10 kista olganda o'sha 20 kilo pomidor bitta pomidor tibida bor. Shunga masalan 1 gektarda o'sha 200 250 300 tonna pomidorni olish mumkin. 8 yil ichida shu issiqxona bilan shug'ullanib kelyapmiz ham. Bir marta ham norozi bo'lgan ishlasa, odam shu hosilga masalan mehr bersa, natija beradi. 10 gektar tepisamizga 400 kilovat quyosh panelini o'rnatganmiz. Yaxshi foyda qilyapmiz. Mana shu prezidentimizga katta rahmat aytamiz, chunki ayollarni qo'llab kelyapti. Hamma narsada shu tadbirkor ayollarimiz juda ham ko'p imkoniyatlar yaratib beryapti. Mana shu kredit foizlarida ham masalan 4% tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armalari qoplab beryapti. Shu imkoniyatlarning yaxshiligidan shu darajaga kelib turibmiz. 400 ta ayolni ish bilan ta'minlab kelyapman. Shunda ishlab kelayotgan ayollarimiz ham hammasi masalan shu prezidentni duo qilib, qo'llab-quvvatlab, shu yerda ishlab rahmatini aytadilar. Gurlan tumanida yil yakuniga qadar 4100 nafar yangi ish o'rinlari yaratish, 19900 nafar aholi daromadini oshirish, ishsizlik darajasini 2,6% ga va kambag'allik darajasini 2,5% ga tushirish maqsad qilingan.